0009 Ha, o'zi olib boring. o'tiribdi, qarang, uka. Ko'rsatib qo'ying endi, olib borib ko'rsating. Shunaqa qilmang, dangasalik qilmang. Qarang. Bormi bu? Bormi og'riq? Bormi ovoz? Ovoz bormi? Prosta ezilib qolibdi, qaramay qolibman-da, uzr men bor. Men bor uzr, akalar, ukalar, opala singillar. Chiqdi. Gapi. Toshkent, Moskva, Toshkent, Krasnodar, Toshkent. Bosamiz azizlar. To'g'ri aytasiz, brata. Hamma o'z ishida dedi, hamma o'zini tovarini maqtash bilan ovora. Keng jahonga kengdir dunyo. Keldim bu jahona dedi. Bir kun o'lmoq uchun har kun yashamoq kerak. Mana shu narsani men yozganman, azizlar. O'zimga qalamimga mansub. Tug'ilish o'lmoq uchun qo'yilgan ilk qadamdir deydi, lekin o'sha narsani birinchi yozilgan eshitganimdan keyin men chiqarganman. Bir kun o'lish uchun har kun yashamoq kerak deb. Qayerda eshitgansizlar bilmayman, lekin men hech qayerdan eshitmaganman, hech kimdan eshitmaganman, o'zim o'ylab to'qib chiqarganman. Bir kun o'lmoq uchun har kun yashamoq kerak. Donolarning donosi so'ylaganda shunday o'ylab qoldim men ham birday. Gulbahor, bahor pari qandaysiz? Shoirlik ham qilasizmi? Shoirimiz u. Shoir, biz shoirlar shunaqa bo'ladi. Shoirlardan hech qachon yomonliklar chiqmaydi. Shuning uchun hech qachon unutmanglar. Men shoirman, hech kimga yomonlik qilmayman. Hech kimni aldamayman. Aldash degan narsa bizdan yiroq yuradi. Shunaqa gaplar. Shuning uchun bittadan shunday dono so'zlar uchun layklarni bosinglar, podelitsiya qilinglar, yaqinlar ko'rsin, tanishlar ko'rsin, hammaliga ko'rsin. Toshkentdan Krasnodarga qancha olasiz? Pochta har hafta 100-200 kilogramm yuk bo'ladi. Bo'ldi, Toshkentdan Krasnodarga nima u aka? Nimaligini ayting, 100-200 kilogramm. Nimaligini aytsangiz, qanaqa narsaligini aytsangiz, unga qarab olamiz. Dasturxon oldik mana, kecha kun dasturxon olganmiz. 25 mingga olganmiz dasturxon. Keyin Karochi mana daqalarda idish-tovoqlar bor. Idish-tovoqlar, ularni 2,5 mingdan oldik. Endi siz ham narsangizni ko'rishimiz kerak. Agarda haqiqatan jo'natishingiz kerak bo'lsa 94lik 410 7027 raqamlariga murojaat qiling. WhatsAppdan nima jo'natmoqchisiz tashlasangiz ko'ramiz, aytaman narxini mancha narsada. Kiyim-kechak aka. Kiyim-kechangiz tashlasangiz ko'rib turib O'zbekistondan o'tkazish, tudasida hamma rasxotini aytib, mancha pulga yetkazib olib boraman deyman. Ma'qul kelsa ikkalamiz kelishamiz, olib kelasiz. Har hafta seshanba, juma kuni Krasnodar направленияmiz bor. Narsalaringizni jo'natamiz. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilinglar. Yo'q. Rahmatulloh. Men ham ishlab chiqarish narsasini o'taymi, yine bitta toshga qol. Ha? Jo'nating yo'q. Mana men o'zim jo'natib beraman. Toshga topayapman sizlarni. Endi toshga qilaymikin bitta narsa. U to'shga qilishingiz qimmat yo'q, sotaman. O'zim olib borib berib, o'qitib beraman. Sen jo'nataveramiz bu yerda. Bog'da qoladi. Tanishib olmayapmi? Zo'r. Haligi raspradaja bor ularning. Nima deb berdi? Bilmam, lekin ming so'mliklar aytyapsiz. Ming so'm. Yo'q, haligichi. Bir bola magazinlar bo'lardi, raspradaja. Kelsangiz hamma raspradaja. Смешный senami? Смешный sen. Smishni senlar. Soqolingni olasanmi? Kolya Sasha. Soqolimni halal beryaptimi sizga soqolim? Qo'y kelib bo'lmasan. Necha minut qolibdi? 1 soat bo'ldi. O'sha. Akalar, ukalar, opalar, singillar, hammanglarga hozirda haylashmayapmiz. Biz faqatgina Zohid akamiz efir bilan haylashyapmiz. Zohid akamiz efirda kuzatgan kuzatuvchilarga hammanglarga rahmat. Ishonchli o'yinlar ekranlarda turibdi. Kim ketish istagida yoki kelish istagida bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Zohid akadan agarda shikoyatlar bo'lsa, kelasizlar, o'zimni ko'rasizlar shu yerda, men birgalikdaman. Agarda sizlarni aldab chaqirib narx qo'shtiraman desa, aytaverasizlar. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilinglar. Layklar bilan